Uzun PHP dersligi birinchi qism PHP haqida qisqacha tushuncha. PHP'ni o'rganish uchun oldin cho'qim HTML bilimlarini bilishimiz shart. Ham shundaqla JavaScript kodi qatorliq asosiy kod bilimlarini bilsak, buningki rolni texmo yaxshi joriy qildira olamiz. Birinchi PHP degani nima? PHP deganimiz harakatchan tor bekat tuzish qo'llanilgan bir xil programma tili. Darajadan tashqari tekst bir taraf qilg'uch hypertext processor degan so'zning qisqartirilmasi. PHP mulozimtir eg'izdagi tek kod tili hisoblanadi, u mulozimtir deb yurgizildi. PHP ko'plagan sandallarni qo'llaydi. Masalan, MySQL, Oracle deymiz, Sitebase qatorliq ko'plagan sandallarning hammasini qo'llaydi. PHP ochiq kodli detal, ya'ni open source software. Uningki asos kodni biz tor bekatlardan yoki munosabatli texnik munbarlardan tushira olamiz. PHPni butunlay yaxshi tushirib ishlatamiz. PHPda har qanday tor bekatni qurg'ili bo'ladi. Uyg'urlarninki shu tor texnikasidagi boshlang'ich tor bekat, Nurqutninki bosh betidagi alohida tavsiya qismini qaraydigan bo'lsak, diska sistemasi, PHP Wine sistemasi shu asosan barliq Uyg'urcha munbarlar bu sistema tuzilgan. Aniki WordPress blog sistemasi, Dada CMS, universal bekat sistemasi, aniki Uyg'urcha HTTP qomus sistemasi deganlarning hammasi PHP til tuzilgan. Anki bu munbarninki Nurqut munbarning bekat sistemlari qismini qaraydigan bo'lsak, manada ilg'or CMS sistemasi Uyg'urlarninki ASP.NET tuzilgandan boshqa, PHP Kino bekat sistemasi, Drupal, bu bekat qilib qatorliq hammasi degidek PHP tilda tuzilgan. Manaki 2013 yil statistika asoslanganda dunyoda eng oldin qatardagi 40 tor bekatning ichida 19 tor bekat PHP tilda xizmat qilgan bo'lib, undan boshqa davlatimizdagi oldingi 10 o'rindagi davlat tor bekatlarning hammasi PHP tilda yozilgan. Masalan, Baidu Tor deymiz, Tongshin Tor deymiz, 160 Tor, hammasi PHP tilda yozilgan. Bu mushtilning ishlatish ko'lami va ta'sir doirasi shundaqla texnik saviyasining dunyo bo'yicha oldingi qator turganligini kuchli isbotlab turibdi. İkinci PHP hücceti degan nima? PHP hücceti tekst HTML xat kuchlari va tag kodidan tashkil topadi. PHP hücceti tor ko'rgishga sub HTML uchurini qaytardi. Ya'ni tor ko'rgishda bu butunlay HTML kodini ko'ra olamiz, PHP ning asli kodini ko'rolmaymiz. PHP hüccetining kengaytirilgan nomi Chicket PHP malati bo'ldi. Uningdan boshqa bu Chicket PHP 3, lekin PHTML vani hamda ko'p uchirmaydi bizga, lekin ma'qul shakllarim bor. 3-chi MySQL degan nima? MySQL deganimiz, ya'ni MySQL deganimiz sandan mulozimlari bo'lib, u o'lchamlik SQL ni qo'llaydi. Ya'ni sandan boshqaruv usulini qo'llaydi. MySQL ko'plagan usullarda yurgizilaydi. MySQL ni butunlay yaxshi tushirib ishlatamiz. Anki PHP bilan MySQL ikkisi qo'shilgan holatda PHP buning programma qismini, MySQL buningki sandan usul qismini bir taraf qildi. Shuning bilan bu supal qilgan mulozimat supsi holatida bizga mukammal bo'lgan tor bekat ichish muhitini hozirlaydi. Bu supalqa degan gap, masalan biz bu programmani Windows muhitida yozsaqmi yoki boshqa sistemasiga yozsaqmi, yasab bo'lgandan keyin buni Linux'liq yoki Unix'liq supida buni yurgizsak, yana normal yurgizildi demakchi. Hech qanday cheklimi yo'q. Balki nemish PHP ni ishlatamiz. PHP o'xshamagan supa, ya'ni boshqa sistemlar yurgizilaydi. Masalan Windows, Linux, Unix qatorliq. PHP navbatdagi barliq mulozimlarlar bilan sig'isha oladi. Masalan Apache, IIS qatorliq mulozimlarning hammasini yurgizilaydi. Organ Tori HW Chicket, PHP Chicket orqali yaxshi tushirib ishlatalaymiz. PHP o'rganishga oson, mulozimlarga yurgizish unumi intayin yuqori. 6-chi ishni qayerdan boshlaymiz? PHP o'rganish uchun oldi bilan buniki mulozimlarni qurmasa qolmaydi. Qurish uchun sizning mashg'ulot sistemangiz Windows yoki Linux bo'lsin, avval Apache mulozimni quramiz. Andan keyin PHP ni qachlaymiz, MySQL ni qachlaymiz. Mush 3 mashg'ulotni qilib bo'lgandan keyin biz kompyuterimiz orqali bevosita PHP programmasini yurgizalaymiz. Agar bu muhit qurishni avvalchilik deb ko'rsak, undaqda bu muhit qurish detallari bor. Shuni bevos qachilgandan keyin ham ishlatiladigan. Hamma yerda 9 detalning ismi berildi. Bunda masalan PHP na bilan PHP stadni deyni men ham ko'proq ishlataman. Turdashlarga mushkisini ishlatishni tavsiya qilmayman. Uningdan qolsa VM serverni